Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugun biz sizlarga akalar Namangan mashina bozoridan akalar Damazdan video obzor qilamiz. Kanaldan yangilar bo'lsa albatta obuna bo'lasizlar. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa oldindan so'raymiz. Biz birinchi mashinamiz ko'ringlar akalar. Damaz akalar. Mashinamiz yillar 2022-yil ekan. Ko'ringlar salonlarni. Mashina monitorlar orqada kenneylar qo'yishibdi. Stoyka, tom, sidena, o'rik, jarmicha hisob qo'yishibdi. Probeglar 144 ming. Mashinamizni holati вообще zo'r akalar. Bu yoqda turishini videoni ko'ringlar. Mashina holati вообще menga yoqdi. Arxari ham ba'zi egalar bilan gaplashibdilar ekan. Ko'ramiz. Orqa yo'l. Pionerda original ekan. Egalashni olyaptilar. Pollar ham. Mashina 22-yil. Mashina. Keladi. Mashina. Ahosan yururning holatda. Gazlar bor, mashina metan gazlari bor ekan. Mashina o'zimga ham yoqdi, lekin bor. Aka, bag'da kraskalari qanaqa? Kraskasi toza. Kraskalari toza. 144 ming yurgan. Mospostlarni o'chishmaydi, aka. Yo'q, hamma yog'i jim. Hamma yog'i jim. Benzin gazga yuradi. Gaz benzinga yuriladi. Narxlari qancha deyapsiz? Hop. Banki bor. 3 yilga olinganda 1 yillikini to'lab qo'yilgan. 2 yillik qolgan 3,5 ming debdi. O'zimiz tushib beramiz. Ha. Bankda qancha qolgan aka? 2 yillikniki qolgan. 2 yillik 4 million 100 mingdan chiqadi. Ha, bo'ldi. Narxi 3,5 ming dollar kamaytirib beramiz deyishyapti ekan. 4 million. Mana shu aytib o'tgan narxlarga. 4 million deysizmi aka? Anaqasini kreditni 4 million 100 mingdan chiqadi. 4 million 100 mingga 2 yil to'lasalaring bo'ldi ekan akalar. Mashinamizni nomerni aytib keting aka. 90lik. 90lik 222 222 51 51 raqamga aloqa chiqarasizlar. Ekan sizlar bilan bemalol aloqaga chiqib narxini kelishasizlar akalar. Sizlarga zo'r variant. Akalar, mashinamizni ko'rib qo'yasizlar-da. Mashinamiz yillar 2013-yil ekan. Ranglari молочный, balon holatlari вообще zo'r. Chayan kalpaklarga bo'lib qo'yilgan. Salonlarga kiradigan bo'lsak, pulik, sidena, bu yoqda mashina holati zo'r holatda turibdi. Probeglar 229 ming aytibman. Kendilarigacha bor. Oldi bu orqasini. Ko'raylik orqani ham. Yo'lda zapaskalar qo'yib qo'yishibdi. Ketaverasizlar. Qo'llar ham zo'r holatda turibdi akalar. Choklarni ham ko'rib qo'ygachi. Choklar ham normal. Aka, bag'da muz korobkalar qanaqa? Muz korobkalari yaxshi. Muz korobkalar yaxshi. Ozgina 80-90 orasida ozgina bor. Ozgina bilintiradi. Motorlar, korobkalar yaxshi. Korobka hamma yaxshi. Mashinamiz necha pul so'rayapsiz aka? 4300. 4300 dollar so'rayapsiz. To'rda pastga kelsa bo'ladimi? Realni oladigan odamimiz kelishamiz. Bo'ldi akalar, realni oldigan odam bo'lsa, to'rda pastga ham kelishsa bo'lar ekan. Kraskalar qanaqa keladi? Rasman yosh tomonda eshikda bor. Bu tomonda eshikda bor ekan. Telefon raqamini aytaverasiz? Avtomobil aka. 99lik. 99lik 004 004 30 30 88. 88 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Egalar bilan bemalol narx-navosini kelishib akalar xarid qilaverasizlar. Biz keyingi mashinamizga o'tamiz. Mashina o'zimiz nomimizda. Ha, dokumentlarda muammosi bo'lmaydi. Yo'q, xohlagan dokument qilib beramiz. Bo'ldi, mashina o'zlari nomlarida ekan, dokumentlarda muammosi bo'lmasa ekan akalar. Hop, biz keyingi mashinamizga o'tamiz. Akalar, 2014da ko'ringlar, 2014 ekan akalar. Men mashinani 2014ga o'xshatmayapti. Shu bo'lib, yangi olib qo'yinglar.
Mashinani haqiqiy ishqiboz haydagan. Deganlar. Bu Polex deydi mashina tomlari qaranglar akalar. Voyda deydegani Pioneer Magnifolda. Probeglar 242 ming. Bunga qaranglar. Trekker. Ketdim trekker. Bargari qanday qo'yilmoqda u. Tushunamo lekin salonlari вообще. Tirnaq turibdi. Yo'q, buni orqa ochilsa kerak. Ha, o'zi orqa. Ochiladi shu yerda. Ha, orqada Kenworth kendaylar akalar. Mashinani salonni qaranglar, bari xilda. O, polla shuncha bo'lgan. Mashinaning choklari akalar, choklari вообще. Chokimizdan chok bo'yotibdi, yo'q. Zo'r akalar. Choklar. Bu yoqda metan gazlar. Mashina. Kraskasi qanaqa aka mashina? Kraskasi. Kraska 10% bor, petnometnolar. Ha, 10% petnometnolar bor ekan. Polilari ham sallani solib qo'yishibdi. Bag'dagi moz korobka, motor Jim. Jim. 242 ming yurgan mashina. 242 ming yurgan. Necha pul so'rayapsiz? Naqd pulga 5 ming. Jijja kami bor. Variantga bo'ladigan bo'lsa boshqacha kelishamiz. Variantga qanchaga qo'yib berasiz aka? To'rtgacha chiqaramiz. 4 oygacha variantga chiqarib berishavergan. Telefon raqamini aytib yuboring. 94lik, 94lik 354, 354 248. 48 raqamlarni aytib qo'ygansizlar akalar. Ha bo'ldi. Kechqurun 8 dan keyin qilishmasa bo'ldi-ya. Bo'ldi. Mallar ham bor, mana 2010 bor. Bo'ldi. Akamizda mashina Damas'da har xillari bor ekan, bemalol. Bo'ldi, beverlari ko'p ekan akamizda. Voy, aka tuzumsiz. Ukajonim, yuribman. Malibu bozoriga o'tib ketdim-da, tinchmisan? Ishlaring yaxshi? Ha, yaxshi. Qanaqa ko'rding, Damas? Osondan ko'rdingmi? Ha, o'zingni ko'ryapsiz. Sizlar yo'q, bozorlar sinyapti. Sinyapti. Xo'sh, bolani ham Damas'ni olib chiqasin, shogirdniki. Ha, hozir Bo'ldi, Malibudan nima bo'lyapti? Malibular ham bo'lyapti. 2 tur, 1 atmosfera, Lubosdan bor uka. Qo'ydaverasan, o'tsang syomka qilamiz. Ha, bo'ldi. Malibular ham tushdimi narxi? Tushda tushyapti. Bo'ldi. Malibularda ham narx tushyapti-ga. Akamizga telefon qilsalaring, o'zimiz ishga qaytaylik. Akamizga telefon qilsalaring, Xudo xolasa turlardan bor. Eski ipchka deysizlarmi, cho'chqa deysizlarmi? Topsalaring bo'laver ekan, bemalol. Xo'p, akalar, biz shunday videomizni tugatamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'lasizlar.